Voy, mamın yatışını kadar. Uka uyg'on, bugun seni to'yi. Yuragim nega o'rningizdan ertalabdan? Ana, buningiz uylanishda 30 yoshgacha sudrab yurdi, endi qiziqishi ham qolmagan. Aka, yuzingiz chiroyli qilmaysizmi? Bugun kuyovsiz-ku. Yuzingga nima qilgansan? Maska bu. Qarang, kuyovjo'ni keldi o'rtalaring. Hal tayyormas-ku bu. Salla kuyov jo'rasan, shunaqa keling meni to'yimga. 30 ga chiqib uylanib, bizda kasb shim so'rayapsan. Ketamiz bo'lmasami? Hayt yo'qda bo'ladi. Borib o'tiramanmi sartaroshga? Qir. Borish kerak sartaroshga, kuyovsan, prichoska qiladi. O'rgildim. Apa to'g'ri aytibdilar lekin. Yo'g'i? Aka o'zi kuyovlik prichoska nechi pul? Shu $100 da. $100? Ana bo'ldi. Menga $100 deydi bu. Suvni qo'y. Qani? Bizaga moshin gaplashganmisan? Sizlarga moshin nima kerak? Voy, nima degani? Azan qizib ketayotganda, yoningda qizib ketmaydi moshinada, voy. Men o'zimga moshin gaplashganim yo'q-ku, oli. Ibi. Ha shuni aytsa uyda yuvib kelmaymanmi mashinani? Aka to'xtang, kiymay turing. Nimaga? Men sizni kiyinishlar, syomka qilishim kerak, turishinglar. Atirlab, faqat chiroyli qilib. Chiq o'tib ko'chang, men chiqaman hozir. Remon yaxshi qilibsizlar lekin. Men tufli kiyishim kerak-ku. Tufling yo'qmi? Jo'rajon. Nu sal qilsa ekana bo'ladi. Ishqil oyog'ing terlamaydimi? Sizlar rasm tushgancha kelin dugonlar pirojni o'tirsa bo'lar ekan. Ha yesin. Faqat 1 million ekan. 1 million? Bo'l chiq. Kurtkam qolib ketdi ichkarida. Men olib chiqib beraman o'zim hozir. Aka, men barmog'ingizni chiqarib turing, cho'nchagingizdan. Buni mana. Yo'q, mana qiling. Shuni tushirib bo'l, shu turaman mana shuni. Yo, mana pishak menga nima uchun berib qo'yding, uka? Aka, ishoning udar. Jimit qani? Kim o'ylab topgan shu fotosessiyani, telefon ol, chiq tushir, tamom. O, yangi telefonlar to'yga podarkami? Yo'q, kecha ishonch do'koniga borgandim. Telefonlar arzon bo'lib ketibdi. Mana shu iPhone 16 Pro ni 1.590.000 olib oyiga. Men ham Samsung Galaxy S25 Ultra oldim. Oyiga 1.411.000 dan tushdi. Ishonch do'konida shunaqa arzonmi? Men ham Samsung Galaxy A17 oldim. Oyiga 223 mingdan ekan. Rasming tushir. Men Honor X7 D olishim kerak. Uyam bor, ishonchga 440 mingdan oyiga. Kelin siz qo'lingizni qo'yib turasiz, aka siz ma'mindan bering. Yig'ishtir böyle devona. Oldinga tush, tamom, men qornim och qolib ketdi. Tushmayman rasmi, tugaydi men.